Surxondaryo viloyatida Boysun bahori yuqori kayfiyatda boshlandi. Boysun bahori Respublika turizm qo'mitasi hamda viloyat hokimligining tashabbusi bilan har 2 yilda bir marta nishonlanib, an'anaga aylangan. Bu bayramni nishonlashdan maqsad bu o'sha o'zimizning Surxondaryo viloyatining milliy qadriyatlari, urf-odatlari, an'analari, o'zining mehmondo'stligi, hunarmandligi kabi sohalarini butun dunyoga tanitish maqsadida ko'zlangan, shu maqsadda tashkil etilgan. Biz ham ayni kunda Denov tumani ham o'zining hunarmandchiligi, milliy urf-odatlari, qadriyatlarini Boysun bahorida nishonlash uchun barcha tayyorgarliklarimiz bilan ishtirok etmoqdamiz.